Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi roligimizda 3-qavatda 2 xonali kvartira bilan tanishib bilamiz azizlar. Urganch shahrimizda, mana o'sha Gidro kollejning yonida girish ishlarini davom ettiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz azizlar. Girgandan koridor joylari, devorlar bo'y bo'lgan, eshiklar MDF eshikka o'zgartirilgan. 3-qavatda 2 xonali azizlar. Ham ikkilamchi kirit ham to'g'ri keladi. Girgandan buyon chap tarafimizda sanuzel, oshxonasi, asosiy mehmonxona, ya'ni gostiniyasi, keyin spalnyasi. Bu tarafimizda veranda qismi, ya'ni bekli balkoni. Birinchi chetdan ko'rsatib boramiz. Danishtirib azizlar. Eshiklari bernik sanuzelniki alyumin ramlardan, devorlar plastik qilingan. Suv sho'chklari bor, unitazlar o'zgargan. Gaz suvi suvdan muammosi yo'q. Eshiklar bernik ham oshxonaniki MDF eshiklardan razmeri 2,5 razmerda kuxonniy mebellari bor. Gaz plitalarni qo'ygan. Aynalar hammasi akvaramlardan qo'ygan. Vitamin foydalanuvchilar mebel o'rnatilgan ekan. Shunda juda qo'yish uchun. Ajoyib xonadon. Sizlar video televizor mestalari berimiz 3.10 5.60 razmerda, oyoq telari pol. Tarafimizda veranda qismi, shahrimizda ajoyib mestasida o'qishlarim yaqin yerda. Gidro kollej, avtodorojniy kollej, Narxuz universiteti hammasine yaqin. Verandamiz 2-3 razmerda, bir yana baland pol bo'lgan ekan, bu yerda podvali bor. Menda shunda qo'yish uchun. Отоплениясini demir kotyollar qo'yilgan, aynalar akvarimlaridan, podokонниклari bor, потолоклari plastik. Eshiklar MDF eshiklardan, ya'ni perdeler ham asılgan ekan. Главный oyoq telari pol azizlar, ham отопленияsi ham bor, gaz suvdan muammosi yo'q. Yerimiz spalnya qismi 2.70 5.60 razmerda. Oyoq telari pol, devorlardan o'toniy fonda, birlar konditsionerlari bor, aynalar plastik ramlardan, cho'yin registrlari ham bayrak qo'yilgan azizlar. Printslar ham o'rnatilgan. Azizlar, hurmatli obunachilar, kvartiramizning lokatsiyasini, местоположениесini eslatib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimiz xalq markazi Gidro kollejning yonida 4 qavatli binoni 3-qavatida azizlar. 3-qavatida 2 xonali kvartira. Narxini kelsak, narxini ekranda yozib qoldiramiz. Naзвание описаниеda bemalol kelib ustida savdolashib olishingiz mumkin. Местоположениесini umuman gap so'z yo'q. Hamma o'ng'ayli. Ajoyib место. Dehqon bozor, Daritalam yaqin, Rossiyentr bozor ham, magazinlardan ham muammo yo'q. Transportlar yonidan o'ttirdi. 18-19 marshrutlarda 5-10 metr o'ttirdi. Avtobus ham, Damas'lar ham azizlar. O'qishlar ham dum yaqin. Agar kanallarimizda yangilar bo'lsa, kanallarimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanizlar, qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni e'tiborlaringizni havola qilib qo'yamiz azizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarimizda görüşünce xayrlab qolamiz.